Qurbanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tuvanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan davlatlarning 22 qatimliq umumiy yig'ini 6 dekabr kuni Amerikaning Nyu-York shahrida o'tkazildi. Yig'in qatnashchilarining ichida Uyg'ur qurbonlarining advokati, Sharq Turkiston surgun hukumatining maslahatchisi Rodney Dekson, Sharq Turkiston surgun hukumatining jumhur raisi Manpinin A'la, Sharq Turkiston surgun hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor, lager shahidlaridan Tursunay Ziyovuddin, yozuvchi, Kommunizm qurbonlari fondining Xitoy tadqiqotchisi Ethan Gotman, Kommunizm qurbonlari fondining direktori, peshqadam Xitoy tadqiqotchisi Adrian Zinis, Sharq Turkiston surgun hukumatining jumhur raisi yordamchisi, lager shahidi Sayragul Savutbay qatorliqlarni o'rin oldi. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qurbonlarining advokati Rodney Dekson bultur Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan davlatlarning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining xizmatlarini muzokara qilib baholash uchun 21 navbatlik umumiy yig'in chaqirganda sud mahkamasi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning da'vosini qo'liga olmagan edi. Biz bugun bu yerga jam bo'lib, a'zo davlatlarning bu ahvolga markazlashib ko'ngil bo'lishini qayta muzokara qilamiz. Davlatlarning kun tartibida nurg'ulg'an ishlar bor. Dunyo miqyosida yuz berayotgan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi bir taraf qilishga tegishli to'qinishlarmi oz emas. Biz bu fursatdan foydalanib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi ko'rmasga selib olgan, eng avval bir taraf qilishga tegishli bo'lgan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikni muzokara qilamiz. Sudning o'ziga tava bo'lmagan joydagi bu deloni tekshirish huquqi yo'q. Men xalqaroliq advokat. Mening qonun guruhim Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga vakillik qiladigan Sharq Turkiston surgun hukumatiga vakolatan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tavallik doirasining talabi bo'yicha arxiv tayyorlab, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi sudchisidan Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni qalaymqon tutqun qilish jinoyatini tekshirishni talab qildik. Bu shikoyatni sudning boshqarish doirasi talabi bo'yicha tayyorladik. Tojikiston xalqaro sudning boshqarish tavallikidagi davlat. Tojikistonda nurg'ulg'an jinoyatlar ishlangan, ya'ni Uyg'urlar nishon qilingan va chegaradan qo'g'lab chiqarilgan. Bu ahvol sudning da'voni boshqarish huquqini qonunli qiladi. Sud Xitoyning tavallikida ishlangan jinoyatlarga qaray olmaydi. Chunki Xitoy Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan davlat emas. Tojikiston Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan davlat bo'lganlikdan xalqaro sud bu yerdagi jinoyatlarni tekshirish, adolatni yoqlash huquqiga ega. Bu boshqarish tavalligi to'liq hal qilish usuli bo'lmasmi, biz Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi orqali jinoyatning piyada bo'lish va kashf qilish rolimizni joriy qildira olamiz. Biz tunji arxivni 2020 yil iyulda topshirdik. Yana ilgirlagan holda dalil isbotlar bilan ta'minlab, ayrim holda 3 qatim topshirdik. Dalil isbotlar 2016 yil atrofida 3 mingdan ortiq Uyg'urning nishon qilinib, Tojikistondan qo'g'lab chiqarilishi, Xitoyga qaytarilgandan keyin g'oyib qilinishini ko'rsatdi. Buningga o'xshash ahvollar Qozog'iston va Qirg'izistonda yuz bergan. Qirg'izistonda ham shunga o'xshash dalil isbotlarga erishdik. Ya'ni 4 mingdan ortiq Uyg'ur chegirdan qo'g'lab chiqarilib, Xitoyga qaytarilgan va izdirki bo'lmagan. Gerçi sudning boshqarish huquqi bo'lmasa-mu, chet elda yashayotgan Uyg'urlarning nishon qilinib qaytarilgandan keyin qamalganligi va qayta izdirkining bo'lmaganligidek Xitoyning faoliyatining elib berilganligini tushuntirib berdi. Xitoyning atalmış tarbiyalash lageridan qutulib chiqqan ba'zi shahidlarmi bor. Dalil isbotlar sudga topshirildi. Bu da'voni hal qilish uchun tekshirish elib berish lozim. Sudchining diqqatini torta oladigan qoyil qilarliq jiddiy dalillar bor. Sudmo buningga o'xshash Myanmar da'vosini ilgari ishlagan. Xitoyga o'xshash Rim nizomnomasiga imzo qo'ymagan davlat Myanmardan qo'g'lab chiqarilgan Rohingya musulmonlarga qarata ishlagan jinoyat ustidan tekshirish elib borgan. Bangladesh xalqaro sudning boshqarish tavallikidagi davlat. Sudning hokimlari jinoyatning asosli elementlari sudning boshqarish tavallikida ishlanganligi uchun sudning boshqarish tavallikining borligini aytgan. Bizmo bu da'voga nisbatan o'xshash talabni qo'yamiz. Farqli muomala qilishga bir sabab yo'q. Mushu o'rnakka asoslanib turib sud harakatga o'tishi lozim. Sud mahkamasining oldirash ekanligi ma'lum, ammo bu millionlarcha Uyg'urning beshiga kelganlarni butunlay unutib ketishga sabab bo'la olmaydi. Yaqinda Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining biz bek oldirash yoki yetarli manbasimiz yo'q deganining bir ahamiyati yo'q. Men bu yerda muhim bo'lgan 4 chaqiriqni o'tirib qo'yman va hay'atning biz dalillarini sungan jinoyatning ko'lamini muzokara qilishiga topshiraman. Aytib o'tganimdek, Tojikiston Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga imzo qo'ygan davlat. Xalqaro sud mahkamasi tekshirishni boshlatishi kerak.
ammo hozirgacha boshlatmadi. Agar tekshirmasa, bu jinoyatga o'rtoq bo'ladi. Ikkinchi, Qirg'izistonmo Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan davlat, ammo tasdiqlanmagan. Men Qirg'izistondan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga iltimos qilishini talab qilaman. Qozog'istonmi shundoq. Bu ikki davlat Xalqaro sud mahkamasiga a'zo bo'lishdan voz kechgani yo'q. Bu jinoyatning surishti qilinishi to'g'risida hech qanday bir ish qilmadi. Mahkamaning Xitoyning bu jinoyatlarni tekshirish uchun bir ishlarni qilishi kerak. Uchinchi, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi mahkamaning hukm qilish huquqi doirasi ichida tekshirish bilan aloqador bir ishni qila olmagan bo'lsa-mu, hech bo'lmaganda yuz bergan ishlar to'g'risida oldin olish xarakteridagi bayonlarni o'ttirg'a qo'yishi. Bu da'voni ishlashda boshqarish tavalligi masalasining mavjud ekanligini, ammo jinoyat ko'z oldida sodir bo'layotgan ahvol ostida buni to'xtatish uchun qadam olishi kerakligini aytishi lozim. Sudchi bir necha qatam oldin olish xarakteridagi bayonotni o'ttirg'a qo'ya olmaydiganligini aytdi. Bu kishini o'kindirdi. Ammo sudchi buni Ukraina masalasi va Falastin-Isroiliya masalasida o'ttirg'a qo'ydi. Soqchi kuchlari va sudchi jinoyatni to'xtatishga chaqiriq qildi. Bu bir ish qila olmasmi, ularning keyin tekshiradiganligi va ayblaydiganligini tushundirdi. Ularning bu masalaga tutgan pozitsiyasi normalsiz. Oldin olish xarakteridagi bayon hech bo'lmaganda ahvolning jiddiy ekanligi, ko'ngil bo'layotganlik signalini berdi. Biz yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida buningga o'xshash ishlarning tekshirilganiga qarata Xitoyning intayin passiv inkos qaytarganligini, barliq munozaralarni to'xtatishga uringanligini ko'rdik. Chunki ular bu xil bayondan kuchli ta'sir ko'rsatganligini biladi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tekshirishni boshlatishi, davlatlar sudchini tekshirish boshlatishga chaqiriq qilishi lozim. Hech bo'lmaganda bu ishlar to'g'risida chaqiriq qilish kerak. Davlatlarmo o'zini o'rnak deb bir mavzuning sudchi tarafidan ko'rib chiqilishini talab qilsa, hatto urush jinoyatchilarining ismlarini ommaga oshkorlashni aytsa, bu da'voning nimishqa farqi bo'lsin? Davlatlarning o'rnidan dast turib, bu ahvolga qarab chiqishi, tekshirish olib berishini talab qilishi cho'ng bir narsa talab qilmaydi. Biz uchun bugun ahamiyatli bir kun. Riyosatchi adolatni talab qilayotgan insonlardan real ahvolni, xalqaro sudning nima qilishini talab qilganligini anglaydi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Mamtun Nala apandi Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan ahvol ostida vazifa va jiddiylik tuyg'usi bilan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarning umumiy yig'inga qatnashganligimdan faxrlanaman. Biz insoniyatning izzat hurmati va xalqaro qonun prinsipining Sharq Turkistonda oyoq osti qilinganligiga shohid bo'lib turibdimiz. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonda sistemlik turda ishg'ol, mustamlika, bostirish, qalaymaqon tutqun qilish, qalaymaqon qul qilib ishiltish, kultur va jismoniy jihatda etnik tozalash siyosatini yurgizmoqda. Bu yolg'iz andishiga solg'uchi ahvollar bo'lib qolmasdan yana insoniyat tarixiga putilgan qora dog'dan iborat. Biz hozir kritik bir kesishma nuqtasida turibdimiz. Sukut qilish, parvosizlik, harakatsizlik xiyonat hisoblangan bo'lib, xalqaro jamiyat bo'libmi Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan davlatlar hal qilishda qarorli turishi va harakat qilishi kerak. Biz sizlarning xalqaro sudni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qo'rqinchli irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan tekshirishni boshlatishga chaqiriq qilishinglarni talab qilamiz. Bu yolg'iz adolatga chaqiriq qilish bo'lib qolmasdan, balki yana insoniyatning axloq prinsiplarini qo'llashdan iborat. Biz Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatchi katiblarining jinoyatini tekshirish, ayblаш va jazolashni talab qilishga chaqiriq qilamiz. Bu shaxslarni jazolash, sonsizlagan qurbonlarga adolatni elib kelish, kelajakda shunga o'xshash vahshiyliklarning maydonga kelishining oldini olishdan iborat. Yig'inchoqlab aytganda, biz sizlarning xalqaro jamiyatga vakolatan vaziyatning jiddiyligini to'nib yetishinglarni, axloqiy aniqlik va vijdon bilan harakat qilishinglarni o'tinamiz. Birlikda kuch chiqarib, Sharq Turkistondagi turk xalqining azob uqubatini oxirlashtirib, adolat, inson haqlari va xalqaro qonunning ustunligini kapolatga ega qilaylik dedi. Lager shahidi Tursunay Ziyovdan o'zini tunishtirgandan keyin, o'zining 2 qatim tutqun qilinib, lagerga qamalgandan keyin beshiga kelgan Xitoyning chekidan oshgan zulmini anglatdi. Irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga adolat elib kelish uchun xalqaro jamiyat va hukumatlarning jiddiy harakatlanib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishini, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining erkinlik va adolat chaqiriqlariga quloq solishini, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xi Jinping va uning irqiy qirg'inchilikchi katibalarini jazolashga chaqiriq qilishini talab qiladiganligini, kurashning yolg'iz Sharq Turkiston xalqining hurligi uchun qilayotgan kurash bo'lmasdan, balki insoniyatning shon-sharafini, adolatni va insonning qadr-qimmatini qo'g'dash ko'rish ekanligini aytdi.
Kommunizm Qurbonlari fondining direktori, Xitoy tadqiqotchisi Adrian Zenes Xitoyning turli taktikalarni qo'llanib, chegara qilgan bostirish jinoyatini ishlab, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni O'rta Osiyo va boshqa davlatlardan atalmish Xinjiangga qaytarib, jazo lagerlari va turmalarga qamab, bostirish harakati olib borganligini, Xitoyning turli bostirish, chegaradan qo'g'lab chiqarish jinoyatini to'xtatish, jazolash uchun Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarni xalqaro sudning tekshirish olib berishiga chaqiriq qilishini talab qiladiganligini, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga doir nurg'ulg'an isbot, analiz, sun'iy hamrodan tortilgan rasmlarning qo'lida borligini, 2022 yili dekabrda yuz bergan o't ofatining orqa ko'rinishi, 2021 yili Mashunri atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining sekretarligiga tayinlangandan keyin atalmish Xinjiangda qul amgikining texmo keng doirada yo'lga qo'yilganligini, advokat Rodney Dixonning O'rta Osiyo davlatlaridagi Xitoyning jinoyatiga doir dalil isbotlarni yig'ib arxiv tayyorlab, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga va Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sunganligini, 2022 yili avgustda Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida muzokara qilish uchun ovozga qo'yilmaganligi, hatto inson haqlari ishxonasining dokladini e'lon qilishni ostiga olganligi, Xitoyning jinoyatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida inson haqlariga dafsanchilik qilish jinoyati xalqarada irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilingan bo'lsa-mu, qonuniy jihatda bir taraf qilishda hech qanday ilgirlashning bo'lmaganligini, davlatlarning passiv holatda qolganligini, qonun organlari orqali da'voni qo'llashga erishtirish kerakligini, xalqaro jamiyatning xalqaro jinoiy ishlar sudining da'voni qo'lga olishini kafolatlantirishi, cho'ng qirg'inchilikdan keyin maydonga kelgan keng ko'lamda qamash, etnik qirg'inchilik harakatini to'xtatishi kerakligini, irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligiga 7 yilning bo'lganligini va bu jarayonda jinoyatchilarning mas'uliyatining surishti qilinmaganligini, xalqaro jamiyatning muhim da'voni qo'llab, ahamiyatli bir harakat qilmaganligini, amaliyotda harakat qo'llanish vaqtining allburun o'tganligini aytdi. Xitoy tadqiqotchisi, yozuvchi Atan Gutman O'rta Osiyo davlatlarida bo'libmi Qozog'iston va Qirg'iziston, Tojikiston qatorliq davlatlarda olib borgan Xitoyning rayon olqigan bostirishiga aloqador tekshirishlarini o'ttirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston surguni hukumatining muavin jumhur raisi Sayragul Savutbay Sharq Turkistonda 2016 yildan keyin yuz bergan irqiy qirg'inchilikqa doir voqealarni, sarguzashtlarini, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy xalqlarga qartilgan dahshatli irqiy qirg'inchilik usullarini anglatdi. Xitoyning maqsadining Sharq Turkistondagi turklarni yo'qotish ekanligini, dunyoga baloyi ofat, tahdid yog'diradiganligini, shunga Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xitoyning jinoyatini tekshirishini, Si Jinping boshliq Xitoy jallodlarini jinoiy javobgarlikka tortib jazolashini talab qilganligini aytdi. Sharq Turkiston surguni hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor Turkiyaning Tojikiston orqali Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berganligini, yaqindan buyon Muhammad Tursun va Ilyas Abdukim qatorliqlarni o'z ichiga olgan o'nlarcha Uyg'urni tutqun qilib, qaytarib o'tish markaziga so'lab qo'yganligini, buning ochiq oshkora xiyonat bo'lib qolmasdan, balki yana Sharq Turkistondagi turk xalqining nachar ahvolini va Uyg'urlarning Turkiyaning va boshqa O'rta Osiyo davlatlariga o'xshash 3-chi bir davlat orqali Xitoyga topshirilib berilayotganligini tushuntirib beradiganligini, buning cho'ng bir adolatsizlikka vakillik qiladigan ish bo'lib, turmaga tashlanish, qiynalish, g'oyib qilib etilish, hatto o'ltirilishdek ashaddiy xavf-xatarning bisharati ekanligini, Turkiya hukumatining bu qilmishini ayblaydiganligini va Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lganligiga nafratlanadiganligini, buni xalqaro qonunlarga xilof bo'lib qolmay, dunyodagi musulmonlar va turklarni qo'g'dash maydonini tutgan Turkiya uchun eng og'ir axloqsizlik bo'ladiganligini, Turkiyaning Sharq Turkiston xalqiga qarshi Xitoy bilan istihborot hamkorlik o'rnatganligini, Turkiyaning Sharq Turkiston xalqiga qarshi Xitoy bilan istihborot hamkorlik o'rnatganligini qat'iy qabul qilishga bo'lmaydiganligini va buning cho'ng bir axloqiy mag'lubiyat ekanligini, Turkiya hukumatidan barliq tutqun qilingan Uyg'urlarni qo'yib etishni, Xitoyga qaytarib berish qilmishini oxirlashtirishni, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarata tekshirish boshlatishni talab qiladiganligini, dunyoning Xitoyning insoniyatga qarshi ishlayotgan jinoyatini ko'rmasga salmasligi kerakligini, harakatsiz o'tgan har bir kunning insonlik axloqiga tushirilgan dog' xalqimizning beshiga keladigan og'ir azob ekanligini, 7 yil mobaynida bo'libmi irqiy qirg'inchilikni 2014 yili boshlandi degandimi, 10 yilga yaqin vaqt ichida Xitoy jinoyatini xalqaro jamiyat qayta takrorlanmasin degan va'dasida turmaganlikdan jazosiz davomlashtirganligini, xalqimizning beshiga kelgan adolatsizlikni davomli o'ttirg'a qo'yib turadiganligini,
Sharq Turkiston surgunda hukumati bo'lish sifati bilan erkin dunyodagi shaxslar va hukumatlarning birlikda kuch chiqarishini talab qiladiganligini, xalqimiz Xitoyning zulmidan qutulib erkinlikka chiqmoqcha to'xtab qolmaydiganligini aytdi. Undan boshqa Rodni Dekson so'ralgan savollarga javob berdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Mamtimin Ali apandi ijtimoiy axborot vositalarida 9 dekabr irqiy qirg'inchilik jinoyatining qurbonlarining izzat hurmatini qo'g'dash, jinoyatning oldini olish xalqaro xotir kunida biz Xitoy ishg'oliyatidagi irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash va'dasini amalga oshirishning muhimligini ta'kidlaymiz dedi. Cemiyatshunos mutafakkur olim Malik Nabiy vatan tajovuzchining nishoniga uchraganda sukut qilish moslashqanlik, bir taraflama turib olish xiyonat hisoblanadi deydi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.